Hammaga salom. Bugun sizlar bilan go'zallik haqida gaplashamiz. Go'zallik tushunchasi hammada har xil. Kimlardir qalin qoshlarda, kelishgan qattiq qomatlarda go'zallikni ko'radi. Lekin biz bugun muvaffaqiyatga erishgan, lekin tashqi ko'rinishda nuqsoni bo'lgan ayollar haqida gaplashamiz. Lizzie Velasquez tug'ma nuqsonlar sababli tana vazni 30 kilodan oshmagan, ijtimoiy tarmoqlarda eng xunuk ayol taxallusini olgan. Lekin shunga qaramasdan hozirgi kunga qadar millionlab insonlarga o'zini sevish haqida motivatsiya berib keladi. Frida Kahlo, mashhur rassom, yoshligida juda katta avtohalokatga uchraydi. Nogiron bo'lishiga qaramasdan san'at olamida mashhur afsonaga aylanadi. Uni chizgan rasmlari hozirgi kunda dunyoning eng mashhur muzeylarida saqlanib kelyapti. Winnie Harlow, mashhur model, vitiligo kasalligidan aziyat chekadi, ya'ni teriga oq dog'lar tushishidan. Avvalga uni hech kim model bo'lolmaydi deb o'ylashadi, keyinchalik u kasalligini o'zining quroliga aylantiradi. Shu tariqa Puma, Dior kabi mashhur brendlar bilan hozirgi kunga qadar ishlab keladi. Bethany Hamilton, professional suzuvchi, 13 yoshida akula hujumi tufayli bir qo'ldan ayriladi, lekin sportni tark etmaydi. Qaytib kelib professional musobaqalarda qatnashib birinchi o'rinni egallaydi. Marilyn Matlin, mashhur aktrisa, bolaligidan eshitish qobiliyatidan ayrilgan. Shunga qaramay, u Oskar mukofotini qo'lga kiritgan yagona kar aktrisa hisoblanadi. Shunday ekan, go'zallik bu mukammal yuz emas, kelishgan qomat ham emas, balki sizning ichki kuchingiz va o'z-o'zingizni boringizcha qabul qilishingizdir. Obuna bo'lishni unutmanglar, keyingi vloglarda ko'rishguncha.